aravaga o'tgan joyini tekis qilib valnalarni o'rlib cho'tka qilib koja tortgandan keyin agar taglari valna bo'lsa sразу bilinadi. Uchun mana bu joylarga ham shpaklovka qilib tortdik. Agar gubkaligi rezinli bo'lsa rezinli shpaklovka qilib beramiz. Agar aerobakini qaytib vassanayat qilmoqchi bo'lsa agar o'shanga qarab tayyorlaymiz. Bu farqi shunga. Hyundai mashinasining torpedasi bilan rulga aerobakka o'tganda shuni remontga olib qoldik. Remont qilib beramiz. Uni kilelab qaytib o'tmayotgan qilib mana o'rtasidan ko'rilganda buni videoga olamiz deb ismidan chiqdi. Buni tayin taxlab koja qilib qoplagandan keyingi videolarni ham qo'yib boramiz. Kirmasin Xitoy kirmasin deb. Shu panel bilan rul tayyor bo'ldi. Orqasi bilan birga.